Beda press, somon press, beda press. Voy, internet to'lib ketibdi-yu. Sizda ham ko'z tushdimi bunaqalarga? Hozir aynan mana shu somon presschilar haqida emas, balkim haqiqiy somon presslari orasidan topilgan og'u haqida gapirmoqchimiz. Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati hamda Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Buxoro viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari hamkorligida o'tkazgan tezkor tadbir davomida Otbozor mahallasidagi fuqaroning xonadonidagi somon presslari orasiga yashirilgan o'tkir hidli yashil rangli sof vazni 60,58 grammga teng bo'lgan ko'p miqdordagi marixuana giyohvandlik vositasi topiladi va tegishli tartibda hujjatlashtirib olinadi. Mazkur fuqaro giyohvand vositasini o'z xonadonida o'tkazish maqsadini ko'zlamay saqlab kelayotganligi sababli O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 276-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Hozirda butun respublikamiz bo'ylab jinoyatchilikning har qanday turiga qarshi kuchaytirilgan tartibda tezkor tadbirlar olib borilyapti. O'ylab ko'ring, qing'ir ish faqatgina tashvish keltirishi mumkin.